begonalik, g'iriblik va ko'ngil sunuqlik Shavkatning jinini qaqshatmoqda edi. Uning soqollari o'sib, sochlari paqbiyib ketdi. Chiroyimi o'msili o'zgardi. Qapoqlari o'ltirishdi. Ikki mangzi ichiga kirib, qonshiri qing'iroqdek ushlanib chiqdi. Lekin shu kunlarda uni qiynayotgani qandaqdir jismoniy jihatdagi xo'rash emas, balki ruhiy jihatdagi azob va xo'rliq edi. Havas baxti uningga bo'lgan nazoratni kuchaytirib etdi. Sual so'roqlar kunduzli emas, hatto kechalari xohlagan vaqtda bo'lib turadi. Shavkatga qattiq qori kelgani tunugun soat 1da Zoyitning Havas yetakchi bilan belli kelib, uni so'roqqa tortish uchun silkib, dushkalab uyg'otishib oldi. Shavkat yerim xomushlikda o'rnidan turdi. Ko'zlarini o'g'lab, maykijon holatda dariza yonidagi o'rindiqqa berib o'tirdi. Zoyit uningga yot qilib qaradi. Uning chekchagan ko'zlaridan ham xudiksinish, ham xirs qilish tang aks etdi. U olchanlab Shavkatning yeniga keldida asabiylik bilan varqiradi. Senda xoyini o'rindiqqa o'tirg'izib qo'yib so'roq qilam deman tehi. U xuddi Havas yetakchiga sodiq qalbini ko'rsatmoqchi bo'lgandek, uningga bir qarab qo'yib, o'rindiqni kuch bilan tepdi. To'rtputi aran yerda sab turgan abjaq o'rindiq g'irslab sundi. Tuyuqsiz o'tirgan Shavkat taloqida semot yerga tushib, putquli surilib ketdi. Zoyitning ko'zlari qo'rqinchli chaqnab, uningdan talvilik, asabiylik va bir xil vahshiylikning sovuq nurlari shashrab chiqayotgandek bo'lib ketdi. U yana bo'ldi qilmadi. O'rnidan turishga tamchilayotgan Shavkatning yeniga etilib kelib, uningga paqbiyib ketgan chechidan qamollab tutdi. Shavkatning beshi qondirilgandek ustiga tortilib, bo'yni so'zildi. U Zoyitning asabiy chiroyiga qarab, miyiqqida kulib qo'ydi. Zoyit teg'imi chichanshib ketdi. Bilma Shavkat, bilib turibdimi? Teran kulgan bilan go'sht qoldirim kulmaydi. Balki men o'shmanlik bilan qarabatidu. Lekin men yanili deydig'ini deyman, qiladiganni qilaman. Chunki hozir ikkimizning munosabati qandaqdir do'stlik, savoqlashib munosabat emas, balki ikkisini ikki yo'l o'rtasida ayatmamatlik munosabat. Shundaqmi? Dedi Shavkat petini. Shundaq. Zoyit teg'ini hurpaydi va uning chechidan tortib turg'izib etib davom qildi. Bilib qo'y, tashkil sening masalangning xarakterini allaqachon bekitib bo'ldi. Endi sen bilan bizning o'tirimizda so'liga o'rin yo'q. Agar yumshoq o'nimasang, qattiqmi qo'limizdan keladi. Shavkatning endi qichirdek tarsoliqi tutdi. Ana shundoq hurkirash, dushkalash yarim soatdek davom qildi. Buning hammasini Zoyit qildi. Havas baxti bugun xuddi Zoyitdan imtihon olmoqchidek, yoki uni chelishga selib qo'yib, tomoshasini ko'rmoqchi bo'lgandek, bir chet tomoqsini qing'irtishlab, petini buzmay o'ltirdi. Uning xilma-xil qiyofatda o'zgarib turgan chiroyidan allaqandoq bir yovuzlik chiqib turardi. Bu yerda yana Havas baxtiga o'xshash tomosha ko'rib, jimjit o'tirgan yana bir sim bor edi. U yerim o'ri bo'lgan holda ustiga chapinni yepinchoqlab, yotqindan chiqmay o'ltirardi. U xili kunlardan beri navbat bilan Shavkatga qarab kelayotgan jimg'ur kuzatchilardan edi. Uning ismi Matkeram Matqosim bo'lib, saboqdoshlari uni yo ko'ngil ochadigan xushtari yo'q, yoki kishini xush qiladigan havsi yo'q qichir deydi. Demisimi uning yuragi rostida unumsiz yerda quruq, muhabbatsiz edi. Shunga ba'zi kunlari ko'zi bilan lavlarda ancha-muncha ko'rinib qoladigan kulgi bilan yeyishlarimi ba'ayni haykal yoki rasmlardagi odamlarning kulka yeyishlaridek so'g'uq, hissiyotsiz edi. Lekin bugun uning xomush chiroyida azaldan ko'rilib boqmagan bir xil jiddiy o'zgarish bo'lib o'tdi.
Zoyitga tikilgan ko'zlari hayronlik va ajablanish bilan yonatdi. Bir narsa aks ta'sir qilgandek chimildab ketgan yuzi ba'zida qizirib, ba'zida tatirabdi. "Tova!" dedi u yaqsini tutib. "Bu ikkisi qadinas do'stlar edi-ku. Zoyitga nima bo'ldi? Bulbul bir kechidala qog'i aylangandek ish-ku bu. Har qancha bo'lsa-mu, bir necha yillik do'stlikning yuzi bo'lmandi. Tova degilik." O'tgan ishlar bilan shu topda kamerada bo'layotgan ishlar qo'shilib, Matkiram Matqosimning kallasi xuddi qishlik tumandek tutuqlashib ketdi. U qaysi bir kitobdan o'qigan yaxshilikni o'rganish taqqa chiqqandan qiyin va osta, yomonlikni o'rganish suvga sakirgandek o'ng'ay va tez bo'ladi degan so'zini esga oldi. Ovoz baxti bilan Zoid chiqib ketgandan keyin kamera bir pas timtos bo'lib qoldi. Shavkat o'rniga yotgan bo'lsa-mu uxlay olmadi. Yandik karvatdan kelayotgan bo'sh va uzuk pushuldashdan Matkiram Matqosimning uxlay olmaganligi bilinib turardi. Shavkat so'l yeriga o'rilib qo'shnisini asta chaqirdi. "Matkiram, uyg'oqmisiz?" Matkiram Matqosimni ha deb bu yoqqa o'rildi. "Sizdan bir iltimosim," dedi Shavkat o'tinish va iltijo bilan. "Ati meni sotrashxonaga olib borsangiz, chechimni oldirib olsam." "Nemishqa?" Matkiram Matqosim hayron bo'lib so'radi. "O'zingiz mol ko'rdingiz. Mening bu chechim ular uchun tutqa, sapoq bo'lib beryotdi. Yo'lni bir yerga bordi, biroq oldirib qutulay deyman." Matkiram Matqosim un chiqmadi. Ko'nglida Shavkatning iltimosini to'g'ri topdi. Lekin sotrashxonaga olib borish tez edi. Buning uchun cho'qin Havoz baxtining ruxsatini elishi lozim edi. U bir pas o'ylangandan keyin "Sotrashxonaga bormayli, atiman bir ustir tepib, menga olib qo'yay," dedi. "Siz xotirjam bo'ling, unchalik ish qo'limdan keladi," dedi Matkiram Matqosim va yostiqqa jaynaklab o'tirib to'satdan so'radi. "Zoid bilan aramlar qachon buzilgan?" Bu savol Shavkatning yuragiga jaqqida tagdi. Uning zarbidan vujudimi silkinib ketdi. U xuddi qansiq meg'iz yavolgandek chiroyini purishtirib, "Men mush yerga so'langan kundan boshlab," dedi qisqiliq qilib. Matkiram Matqosimning qoshlari ko'tarilib, ko'zi yo'g'on ichaldi. "Men texi Zoidning alpoziga qarab, oranglarda xeyli burilib biror qo'rsoq urushi bo'lgan o'xshaydi deb o'ylabdiman. Aslida bu siyosiy kurashganda." "Shundoq, oramizda hayot mamotliq siyosiy kurash bo'lyapti," dedi Shavkatni o'rnidan yerim o'ri turib. "Men Zoidni kelgusida xeyli yaramli shoir bo'lib qoladi deb o'ylagan edim. Lekin aslida uning vujudida siyosiy yo'lli xarakter bix surgan ekan." Shavkat birdan shuk bo'ldi. Keyin ishonch va haqqoniyat tuyg'usi bilan davom qilib mundoq dedi. "O'tni olam bu. Matkiram Matqosim hech kimning hech kimda qolmaydi. O'kozning bo'yniga tushgan bo'yin to'riq kunlarning birida Mo'zayning beshig'ini tushmay qolmaydi. Men sizga Nushirvan Odilning bir tamsilini so'zlab beray. Bir ibratlik voqea mening odil bo'lishimga sabab bo'ldi," deydi Nushirvan Odil o'zi to'g'risida hikoya qilib. "Yosh chig'imda bir kuni o'g'ga chiqdim. Etimni har tarafga choptirdim. Qarasam piyoda yurgan bir kishi tosh etib bir itning putini so'ndirdi. U kishi bir necha qadam mangmayla mening etim tepib, uning ikki putini so'ndirdi. Keyin etim bir qo'ram toshga tutishib ikki putini so'ndirdi.
Men bu vaqalarni ko'rib o'z-o'zimga ko'rdingmi? Ular nima qilishdi va nima ko'rishdi? Har kim yomon ishni qilsa, o'zi xohlamagan ishni ko'radi dedim. Va shu vaqalardan ibrat oldim. Shundoq, bu o'tma olam. Yomon odam hargizmi bilimsiz, ahmoqlarning maqtishi bilan yaxshi odam bo'lib qolmaydi. Yaxshi odam hargizmi yomon odamlarning tillishi va yomon ko'rishi bilan aski odam bo'lib qolmaydi. Jini tirikjon uyquga patgan jimjit kechida mana shu xilvatlik pinhon yotoqda bir tutqun bilan bir qorovul xeyli uzoqcha dilkashlik bilan paranglashib yotdi. Makkiram Qosimning tabs tavirmas mijozi bugun xeyli o'zgardi. Shavkatning samimiy so'zlari, cho'nqur ma'nilik mulohizalari uning qalbida behush yotgan aql qushini uyg'otdi. Endi u qanot qayqib parvoz qilishga, bu poyandoz sirliq olamning egiz cho'qinlari bilan cho'nqur jirolargacha shunqib uchishga boshladi. Shavkat birdan Zoidni va uning o'z tasavvuridan halqib ketgan qiliqlarini o'ylab azoblansa, birdan haqiqiy do'stlarining o'ziga bo'lgan aqidasini, ishonchi va ixlosini ko'z oldiga keltirib, ko'ngli ko'tarildi. O'zida cheksiz kuch va g'ayrat sezadi. Mushu bir necha kundan beri Oqniyoz kuniga necha qitim mushu dariza oldiga kelib, shu yerni cho'rgilab, Shavkatga chaqnab turgan ko'zidagi nur va harorat to'xtamay lipildab turgan lavlaridagi yoshirin so'z va bishoratlar bilan uning miskin ko'ngliga tasalli, ojiz vujudiga kuch va madad baxsh etib turadi. Shavkatni uni har bir qitim ko'rganda xuddi shafqatli Xizrga yoki suyumgich taqqa uchirgandek muzg'in yurkida bir xil huzurlantiruvchi issiqlik, xo'rab ojizlab ketayotgan jismida bir xil tugimas jasorat paydo bo'layotganligini his qiladi. Boshqalarmi uni unutib qolmadi. 3 kun burun o'g'unchi qiz darizning kichkina to'shkidan qo'l yog'liqqa o'ralgan bir chandal pecheni bilan bir necha tal kamputni tashlab bergach, Badamgulning qizg'in salomini yetkazdi. Tunigun qozoq savoqlashi badalqon bir necha tal moy qurt bilan erimchikni yoshirincha qo'yib chiqib ketdi. Hammadan ta'sirli bo'lgani tunigun kechda Salim apandining yo'qlab kirishi bo'ldi. U qoyimadi. Sual so'raqma qilmadi. Faqat u o'zi muhim deb bilgan bir necha ahvollar ustida so'g'uqqonlik bilan fikrlashdi. Uni har qanday sharoitda samimiy, rostchil bo'lishga undadi va oxirida chet el yozuvchilarining hayotiga doir bir parcha xanzuchi kitob bilan 2 pachka tamakini qo'yib chiqib ketdi. Shavkatning yuragida onliqqandoq illiq, mayin bir mehr paydo bo'ldi. Bularni o'ylasa, hayajondan uning ko'zjiyi qizirib, burni echishgandek bo'ladi. Xiyollar, aslimlar, azob va hayajonlar taraf-tarafdan qopsab kelib, Shavkatning butunlay uyqusini qochirdi. Yangi karvatdan yengil uyquga ketgan Makkiram Qosimning yengil xo'rika anglanishga boshladi. Shavkat beshini karvatdan ortildirib, muzdek so'g'uq tomga teridi va ko'zini xiyolan yumib o'yga patdi. To'satdan uning ko'z oldida dadasining so'g'uq va surli qabrisi paydo bo'ldi. Qabri barbara yo'g'inadi va tuyuqsiz usti yerilib, yangroq bir sado anglangandek bo'ldi. O'g'lim, sana opirin, meni tashlab ketmading. Shavkat bu ovozni to'nadi. Bu uning marhum dadasining hayot chog'idagidek kuchli, salmoq ovozi edi. Shavkat andikib ko'zini ochdi. Ko'zni yumib ochgich oraliqda uni g'aflat uyqusi bosgandek bo'lgan edi. Endi u to'g'ri qarab yetib, dadasining osh qabrisi va qabr bilan chegara oraliqidagi so'qmoq yo'llarini o'ylab ketdi. Shavkat o'tganda 10 kunlik ruxsat elib cho'chakka borganda, kesal onasimi, telegramma avatgan oqsimi, to'liq o'tirdi o'qiyotgan singlisimi allaqachon uyni quruqdab chiqib ketgan edi. Uning
yurti, uning mahallasi ma'lumallashib ketgan edi. Odam bilan odamning kori yo'q. Har kim o'z qiymida paypaslab yurardi. Chegara bo'yi texmi qalaymiqat. Kishlari asabiylashib, o'zining nima qilayotganligini bilmaydigan darajaga yetgan edi. Shavkat onasini, tuqqanlarini izlab, ana shu har xil chiroy, har xil qiyofat, qisma-qisma odamlar mig'ildab ketgan chegara bo'yiga keldi. Lekin kechkich izlabmi ularni topolmadi. Shu kuni chegara bo'yida tunab qoldi. U onasini, tuqqanlarini topsa, ular bilan o'tdan bir so'zlashmoqchi edi. Atsi yana izladi. Tushga yaqin bir tuqqani uchrab, uningga onasining xabari bilan duoyi salomini yetkazdi. Ana, aka, singlim, seni saqlay olmay 2 kunning oldida qo'shni qo'limlar bilan billa o'tib ketdi. Seni kelgan aman orqamizdan o'ssin deb topildi. Biz bilan men ulan tepib olamiz. Ular Shavkatni billa elib ketimiz deb xeyli chim turdi. Lekin Shavkat darhol ma'qullik bermadi. Sizlar oldirsanglar o'tib turinglar, dedi u tamkinlik bilan. Men mahalliga berib, dadamning qabrisi bilan xo'shlashsam bo'lmaydi. Bo'ldi, o ishingni qo'y, dedi tuqqani uning besini yondirmoqchi bo'lib. Quruq tosh tuproq bilan xo'shlashmasangmi bo'ladi. Tez harakat qilmasak fursat qo'ldan ketadi. Quruq tosh tuproq deganingiz nimasi? dedi Shavkat bir oz ranjigandek. Onun ostida mening dadam bor. Dadam. Bu qatam o'tib ketsam, menga uni yo'qlay olmayman. Anta o'zing bil, dedi tuqqani bir oz qoyil bo'lib. Lekin tezroq harakat qilmasang, oxiri pushaymonda qolasan, jumo. Onasining tuqqanlarining oldirab o'tib ketganligiga Shavkatning ko'ngli bahirim bo'ldi. Ular xuddi to'pdan ayrilganni bo'ri yeydi degan ko'ni aqidaning kuchi bilan ashuna qilgandek turadi. Shavkat chegara bo'yidagi so'qmoq yo'llar bilan aylanib mahallasiga qaytib keldi. Mahallaning kunpetish tarafidagi qabristonlikka chiqib, dadasining beshini topdi. Yukinib o'tirib, o'zi biladigan oyatlar bilan qiroat qildi. Shu topda dadasini besib yotgan patmon eg'irliqdagi so'q qabra go'yo uning qalbini bosgandek, surlik va azobli tuyuldi. U ko'z yesh ichida dadasi bilan xo'shlashmoqchi bo'ldi. Qo'lini duoga ko'tardi. Ichida nimalarnidir pichirladi. Dadasining qabrisini salab, olqiniga yuqqan at to'pini yuziga surkadi. Baya chanoqlarda lig'irlab qolgan ko'z yoshlari endi yuzidagi to'pi bilan billa taram-taram bo'lib eqishga boshladi. U texini ezilib, mung bo'lib qabr beshida kun g'aribga patkicha o'ltirib qoldi. Shavkat qabristonlikdan yenib, mahalliy yo'lidagi kang dalaga chiqdi. U yerdan cheksiz ufq, poyonsiz dunyo texini sirliq, texini saltanatli ko'rinadi. U dastlab kang dalaga, keyin suzuk osmonga qaradi. Yiroqda agar to'qay tog' yo'li daliyib yotadi. Osmondan bir-biriga giralishib ketgan oq bulutlar tog' yasig'an edi. U odatdagi tog' emas, kumushdek yaltiraydi. Kechki shafaq uning qaddiga yangi cho'sin qo'shdi. Mana endi u qon rangi bilan bo'yalgan hayvatli qasrlardek yeshillik olamida laylab yuradi. Kech kirgan siri osmon barg'an siri soproq, egizrak, ko'kshirek bo'lishga boshladi. Tabiatning sehrli qo'li bilan xilma-xil o'zgarib, yumshab, go'zallashib ketayotgan bu cheksiz dala va poyonsiz osmon Shavkatning ko'ngliga olamcha xushallik bag'ishladi. Uning tunigundan beri g'ashlikka, davolg'ishqa va jiddiylik to'lgan ko'ngli asta-asta tinchishga, yeniklanishga boshladi. Uning ko'ngil g'ashliklarini ana o'sha g'amsiz o'ynoq tog' suvlari bilan dala salkini o'zi bilan birga yiroqlarga elib ketgandek dili yayrab qoldi.
Shavkatning ko'ngliga xushalliq, qalbiga farog'at va sevgi baxsh etgan bu yer uni tug'ib o'stirgan ona makoni edi. U balalik hislari bilan yoshlik izlari qolgan bu yerni kezib, xuddi musiqadek dilni yayratquchi, naqshi g'azaldek yurakda o'ynatquchi, tushdek tumonli xotirlarni ko'z oldidan o'tkazdi. Xotirlar uni o'ziga asir qildi. U o'zining osh xotirlari bilan mangu chambarchas bog'lanib ketganligini. Bu xotirlar xuddi mana shu ona tuproqqa yildiz tortgan hayvatli chinordek o'zining har bir hujayralariga singib ketganligini his qildi. U chegara tarafga elib boradigan so'qmoq yo'llarga qaradi. U yerdan besilmas bir varan-churunliq g'avg'o ko'tarilgandek ansizlik, patparaqchilik hukm suratdi. Chegara osmonida qo'yuq chang to'zondan paydo bo'lgan eg'ir, ochiq tuman laylab yuratdi. Shavkat u tarafga xeyli uzoq qaradi. Chunqur o'yga patdi. Quloq tubida go'yo onasining o'zini chaqirgandek tonish, yaqinlik ovozi anglangandek. Ko'z oldida uning ko'mishdek oppoq chachliq, nuroniy chiroyi bilan intizor qiyofat ko'ringandek bo'ldi. U g'oyibiy bir kuchning tortishi bilan oldiga, chegara tarafga qarab tez-tez qadam tashladi. Lekin 10 qadam manga-mangmayla nima uchundir yana to'xtab qoldi. Qayrilib orqasiga dadasi yotgan surli qabristonlikqa tikildi. Go'yo yoshurun bir rishta uni qabriga bog'lab olgandek ko'ngli yana shu tarafga tortdi. Bu qitim uning ko'ziga yolg'iz qabr emas, balki qabr bilan birga suygan yori bodam gulning umoq muloyim siymosi tan ko'ringandek bo'ldi. Qabr yanida xuddi tuman ichidagi farishtalardek g'uvo ko'rinib turgan bu nurona siymo uni muhabbatga, vafoga va umrlik jufti halollik chillayotgandek shunchalik samimiy, shunchalik tashna va shunchalik yaqinlik edi. Shavkat ixtiyorsiz orqasiga o'rildi. Eg'ir putlarni so'rab, bir besib, ikki besib, o'zining qabri yoniga kelib qolganligini sezmay qoldi. Bu chaqda qabristonlik kechki shafaqning oxirgi nurlari bilan ranglanib, texmi sirliq, texmi pinhon tusga kirgan edi. Shavkat qabr oldiga lo'kkida cho'kdi. Dadasiga xuddi tirik vaqtida gap qilayotgandek hayajonliq, ta'sirli bir ovozda mundoq dedi. Dada, ular ketibdi. Anam, akam, singlim ketibdi. Endi menni kessam sen yolg'iz qolmamsan. Yo'q, men seni va kimga qilim to'kilgan ona tuproqni tashlab ketmayman. Sen bilan qolaman. Mangu yoningda qolaman, dada. U shu kecha dadasining qabrisiga uxlab tongni otqizdi. Atsi qaytmoqchi bo'lib mahallaga kirdi. Qadim joyni yo'qladi. Texi bir necha kunning oldidan odamlarning varang-cho'rig'i, mol-varanlarning qiy-chuvlari bilan jonlanib, hayotlik xavg'olari bilan to'lgan bu zamin bugun o'likdek jimjit, bo'sh edi. Odamsiz uylarning tomlari bilan yo'l bo'yidagi egisiz qolgan daraxtlarmi kishining ko'ziga mungluq va xomush ko'rinadi. Shavkat tug'ilib o'sgan bu qadim joylarni oxir qatim kezib aylanib, har bir gulgiya, har bir tosh tuproqcha ko'z o'ngidan o'tkazdi. Uning qalbida hurmat, suyunish va iftixorlik tuyg'usi bilan birga yana qandoqdir g'ayriblik, sunuqlik va bezorlikqa o'xshash shigish, murakkab his tuyg'ularni tang bosh ko'tardi. U bu yerdan ota-bobosining, zamondoshlarining, urug' avlodining izini, xotirasini va nom-nishonlarini izlamoqchi bo'lgandek, org'in putlarini ta'slikda so'rab, mahalning hamma yerini, hatto bo'lim pushqoqlarini qo'ymay kazdi, orladi. Shu chog'da uning quloqiga qattiq duppirlagan ovoz anglatdi.
U bo'ynini so'zib qarab edi, say tarafdan quyuq chang to'zon ko'tarilib, mahalliga qarab kelayotgan bir to'p padisini ko'rdi. Ay to'tigacha uni yaqinlashdi. Mol padisida ot kalimi, qo'y o'shkin bor edi. Uni ikki otliq odam shiddat bilan surib kelayotdi. Mol egillari Shavkatni ko'rib to'xtadi. Uning birisi Shavkatning to'liq o'tir maktabdagi saboqdoshi edi. "Voy, seni o'zgirib ketsan-da Shavkat!" dedi u otda qiypash o'tirib. "Nima? O'tkindir qo'yib ketibdi-mi? Undaq bo'lsa bizlanma." Shavkat chang to'zonga mo'ylanib, pushqurib, hasirab turgan mollarga qarab so'radi. "Bular nega gapirsizlar? Biz nega borsak shu yerga-da?" dedi yiliq saboqdoshi tamakisini qing'irtishlab. "O tarafdimi tirikchilik kerak-ku. Umumning mol chorvalarini elib chiqib ketsanlar bo'lmas?" dedi Shavkat norozi bo'lgan qiyofatda. "Nima deb yuraysan Shavkat? Mo'shchaqning umumning, pomumning deydigan gaplar qanday og'zingga keldi? Sen o'zing chiqib ketamsan yoki mal quruq mahaliga mirab bo'lib qolamsan?" Yana bir molchi hamrohini oldiratdi. "Ey, hozir datalash qildigan vaqt emas. Mansub, bo'lmasa biz o'zimizning yo'liga mangaylik." Shu chaqda Shavkatning kallasida chaqmoq tezligida bir fikr o'tdi. Bu fikr uni g'ayratga keltirdi. U eriq bo'yidagi daraxtdan bir tol shoxni yerib olib, u tarafdan kichik vaqtida o'rgangan qiy-chuv bilan suransilib, bir tarafdan qo'lidagi shox bilan hayva qilib, padining oldidagi yo'l boshlab mangan otlarni hurkitdi. Qo'ylarmi safni buzib, taraf-tarafga chopchidi. "Voy, nima qilganing bu itning borisi?" deb ona tog'il varqirashga boshladi yeliq saboqdoshi. "Orani qadamlarni kutirib atding-ku. Bu yerlarga molchar kerak emasmikan?" deb varqiradi Shavkatmi mollarni hurkitgach. "Senlar o'zingning musofir bo'lgani yetmagandek, bu tilsiz hayvonlarni musofir qilmoqchimi?" Mol padisi ikki tarafning qisishi va qalaymaqan qiy-chuvlar bilan beshi aylanib, endi rasmiy pitrashga boshladi. Yo'l boshlag'ichi ikki ayg'ir bilan tomdek yo'g'on bir saka o'zir yaylaydigan yeshil yayloq bilan tatliq tog' suyining hidini elib kelgan tarafga qarab chepib ketdi. Uning orqasidan boshqa otkollarmi, qo'ylarmi bir-birlab agashdi. Ikki molchi taraf-tarafga pitirab ketgan mollarni yig'olmay, ochiqida Shavkatga tashlandi. Uni tilladi, tapdi, qamchi bilan savdi. Shavkat qarshilik ko'rsatolmay, mushidan ketgandila uni tashlab, otlarini choptirgan peti pitirab ketgan mollarni qaytadan yig'ish uchun mahalladan chiqib ketdi. Shavkatni bir qeri molchi mahallada uchirtib, o'kizga o'nkirib uyga elib keldi. U bu yerda hatto yetib qoldi. Shavkat xiyoldan sagidi. Semuttanning so'qi o'tib o'yishgan, yepishgan xiyollar bilan garangdak bo'lib qolgan beshini ko'tarib, olqonlar bilan o'g'iladi. Ondan oqshom o'chirib, karvatining beshiga qo'yib qo'ygan yarim tol tamakini tepib tutashtirdi. Uning xiyolidan g'ayriy bir fikr lip qilib o'tgandek bo'ldi. U yiliq saboqdoshi bilan yana bir odamning kiyim-kechlaridan xabarsiz edi. Ularning pitirab ketgan mollarni qaytadan yiqqan, yig'maganligini, chigirdan o'tib ketgan ketmaganligini bilmaydi. Lekin o'zini qutqizib qolgan heliqi molchi buvayning aytishiga qaraganda, shu kunning atis atdiganda chigirning topilganligi ma'lum bo'ldi. Agar ular o'tib ketolmagan bo'lsa, ovoz yetakchi davron selayotgan atalmish paketi shularmidi? Bu g'ayriy fikri texi bir gumon edi. Shundaqdimi Shavkat kallasida tasodifiy paydo bo'lgan bu fikr bilan yiliqi ismsiz xatning o'ttirisida qandaqdir bir muqarrar bog'lanishning borligini his qilgandek beshini lang'ishtirib qo'ydi. Anglayotganinglar Bili Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ovoz baxti o'z liksiyalarida qo'l harakati bilan har xil qosh-ko'z ishoralarini ko'p ishlatdi. Uning nazarida bunday qilish o'quvchilarni o'ziga jalb qilib, ta'sirotini oshiradi deb o'ylaydi.
lekin dal aksicha bu xil behuda, hatto ozduli tetiksiz harakatlar o'quvchilarning aqlini qochirib, ba'zida ularning g'idiqini keltiradi. U bugun bakmi qizib, havas bilan so'zladi. So'zining beshi xalqaro kommunizm harakatidan boshlanib, oxiri navbatdagi sinfiy kurashning har xil ifodalari bilan oxirlashdi. Darsdan tushishga qo'ng'iroq chalinganda, u leksiyasining oxirini, xulosasini so'zlab o'tadi. Bundaq bir haqiqatni esimlarda mahkam tutinglar. Azguch sinflarning aksiyatchi iddisi xuddi o'yga taralgan zaharli ko'mir gazdek kishilarni asta-asta zaharlaydi. Kishilar o'zining qandoq zaharlanib o'lganligini bilmay qoladi. U daftar kitoblarini yig'ishtirib etib, oldingi partada o'tirgan Badamgulga yana bir qatim qaradi. Badamgul yanala boyiqi holatda, xotira yozmay, qo'lidagi qalamni kichik boladek o'ynab, mast xush ko'zlarini olmiq oyoqlarga tikkanicha parishon holda o'tirardi. Ovoz baxti sinfdan chiqib ketib etib, uningga buyruq talaffuzdan qisqani mundaq dedi. Badamgul, hozir ishxonaga chiqing. Badamgul dangada cho'chigandek bo'ldi. Bu so'z go'yo uni xatarlik, yomon bir yerga berishga chaqirgandek sovuq va mudhish tuyuldi. U saboqdoshlariga yaqinsiz bir nazar bilan qarab qo'yib, sinfdan chiqdi. Putlarini so'ragandek eg'ir qadamlar bilan koridorning u beshiga kelib, Hovuz baxtining ishxonasiga ko'ngli tortmagan holda kirib keldi. Hovuz baxti uni sofaga taklif qildi. O'zi yezish ustining oldida qantiyib o'tirib, gapni yiroqdan agitib boshladi. Badamgul, uyg'onish ahvolingiz qandayroq? Qadr ahvol. Ya, bugungi ruhiy kayfiyatingizdan qaraganda ancha yaxshi emasda qiladi jumo. Dedi Hovuz baxti ishonchsiz qiyofatda. Balki Shavkatning ishlari kollingizga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Albatta ta'sir qiladi. Chunki u kichik ish emasda. Vatandan, xalqdan, partiyadan yuz o'rishdek ig'ir jinoyat. Men siz bilan xeyli burilib so'zlashishni o'ylagan edim. Oldirashchilikda vaqt chiqmadi. Oxir bugun nisb bo'pti. Badamgulning vujudiga bilinar-bilinmas bir xil asabiy titrak o'lashdi. U beshini to'van silib, ig'ir tingan holda jinnida o'ltirdi. Hovuz baxti bir tal tamaki tutashtirib, bir ishkini qattiq sho'rab, oldirmay so'zini davom qildi. Badamgul, bir yoshning siyosiy maydonining yo'qligi xuddi daraxtning yildiz tortmaganligiga o'xshashli ish. Yildiz tortmagan daraxtning qurib qoladiganligi sizga oyat. Men buni sizning nazariya jihatdan tushunadiganligingizga ishonaman. Lekin hozirgi gap nazariya masalasi emas, balki amaliyat masalasi. Badamgul yurakni og'ritadigan bu gaplarni noilojlikdan xuddi muqaddas bir yorliqni tinshigandek jinnida o'ltirib anglayotdi. Bilib qo'ying, deb xeyli kaskin talaffuzda davom qildi Hovuz baxti. Kishilik hayotda yolg'iz muhabbatlar emas, eng muhimi siyosiy hayot degan bir narsa bor. Sizning ko'z oldingizda Hasan Usandek jo'lolinib turgan bu turmush go'zal bo'lish bilan birga yana noit shaqqatsiz. Agar uningga to'g'ri muomala qila olmasangiz, uning bozg'ondek tumshqi sizni o'joqtirib etishi mumkin. Hozir sizning oldingizda ikki yo'l turadi. Biri vatan xoini bilan oxirgacha oppoq-chapoq bo'lib siyosiy hayotingizni, go'zal istiqbolingizni, yoshlik bahoringizni uzil-kesil nobud qilish. Yana biri uningdan chek-chegarani ajratib, partiya tarafga, xalq tarafga o'tib, tashkilning ishonchisini, go'zal istiqbolni qo'lga keltirish. Endi Badamgulning bo'shashgan jismiga bir xil umidsizlik bilan hasrat titrigi o'lashdi. Bu gaplar uningga ig'ir tegdi. Xuddi yalang'och badanga tekkan ko'k chiviqdek ig'ir tegdi. U ichidan ko'tarilib chiqayotgan alamni yutish uchun ko'zini yumib oldi. Lekin yuragida ochiq bir tuyg'u, xuddi qoqas cho'ldagi kakri bilan yontoqdimi battar ochiq bir tuyg'u paydo bo'ldi.
ikki yo'lning qaysisini tanlash, qaysisida menish butunlay o'zingizning ixtiyorida Badamgul. Lekin men sizning bir siyosiy tarbiyachingiz, o'qituvchingiz bo'lish sifatim bilan sizni yaxshi yo'lga boshlash majburiyatim bor. Umidimni yerda qo'ymaysiz-ku deyman. Ovoz baxti Badamguldan ko'z uzmay, xuddi toqim mixidek qadalib turardi. Badamgul bo'lsa, xuddi yilonning surli ko'zlari ostida qolgan qarlig'ash borisidek shuklab, so'lishib qolgan edi. Ovoz baxtining vaz-nasihatlari uni xelili cho'chitdi. Ko'zlari yo'g'on ichilib, kirpiklari qisqirab, tikkidi bo'ldi. Lekin uning qizg'ish, po'msaq lazlari yelimlab qo'ygandek yim edi. Qanda, gap qilmaysiz-ku. Ovoz baxtining ovozida bir xil tahdid va yoshirin kuch bor edi. Mayli, buguncha men ochiq bir narsa demasingizmi bo'ladi. Lekin bu gapni aman ochiq qilishingiz kerak. Siz ittifoq a'zosi, ittifoq tashkili oldida deyishingiz, sizni bir mazgil qo'ldirilib yurgan Shavkatning oldida deyishingiz kerak. Esingizda bo'lsin, men bugun siz bilan o'z nomimda emas, balki tashkil nomida so'zlashyapman. Xazinasiz. Tashkil sizning Shavkatdan uzun-kesil chechigara ajratib, inqilob maydoniga qaytib kirishingizni kutadi. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi. Badamgul saskinib ketdi. Bunday dahshatli so'zni ovoz baxti shuncha oson va shuncha bag'ritoshlik bilan aytib o'tadi. Har qanday oila chiroyli narsalarni mehmonxonasiga tizib, aski-tuskilarni ichkari qozoniga yo'shiradi. Xuddi shuningdek ovoz baxtimi kulib turib, harom xiyollarini ko'nglining cho'nqur yeriga yo'shirib yuralaydi. Uning boya Badamgulga nihoyat tantana bilan Shavkatdan uzun-kesil chechigara ajrating. Men siz bilan tashkil nomida so'zlashyapman deganlari butunlay yolg'on po'pozi edi. Tashkil uningga hech qachon undaq vazifani topshirmagan. Badamgulning Shavkatdan chechigara ajratish yoki ajratmasligini butunlay uning shaxsiy ishi edi. Lekin u buningda Shavkatga yangi bir hujum, shiddatli ma'naviy hujum boshlab, ruhiy jihatdan bo'ysundirishni ko'ngliga pukkan edi. Badamgul ovoz baxtining ishxonasidan chiqib, udum yotqiga qaytib keldi. Yotoq kelibla uni yig'i bosdi. Ko'zlaridan buldoqlab yosh chiqdi. U ko'p yig'ladi. Yig'lab, yoshlarini qurib ketdi. Yotoqdoshlari uningga o'ylash-cho'lash tasalli berdi. Lekin hozir uning hech qanday gapni anglag'isi yo'q. Uning asablari tortishib, yuragida muzdek bir narsa uyib qolgandek. Tomirlaridagi qonni sovib ketgan edi. Atrofida o'ziga tasalli berib, ko'ngil aytib turgan savoqdoshlarining samimiy, muloyim so'zlaridan ko'ra, hozir uning quloqida ovoz baxtining boya aytgan yoshirin tahdidlik vaz-nasihat ham ogohlantirishlari qayt-qayt takrorlanib, beshini qo'danishlayotgan edi. Oxir u yotoqdoshlariga yosh yo'q ko'zlarini tikkanicha orsingan holda o'tindi. Sizlarga rahmat. Endi meni yolg'iz qo'yinglar. U yotoqqa shu bekinib olgancha kechlik tomoqqa chiqmadi. Kechlik takrorg'imi bormadi. Karavotga chiqib, xuddi o'y mushkidek tugilib, xayolga petib yotdi. Uning xayolining bosh oxiri yo'q edi. O'yib yeydi degandek, ana shu tugumas ochiq o'y xayollardan uning hamisha kulib turadigan yaqinlik ko'zlari nurlanib, nur jilasini yo'qotgan edi. Eki oq qizil suzuk yuzlarini totirib, o'ncharib qolgan edi. Ishning yenik chekilishi uni hasratli xayolxonasidan ostan tartib chiqardi. U karavotida o'ri bo'lib, o'zini ancha-muncha tuzashtirib kirin dedi. Yotoqqa zoyib kirdi. U bo'sug'ida turib tartingan, qo'ringandek talaffuzda. Tashlik takrorga chiqmadingiz. Men sizni ko'p izlab ketdim. Ha, chiqib
chiqqim kelmadi, dedi Badamgul mayus ovozda va karvatdan putini sangiltib so'radi. Biror ishingiz bormidi? O'tganki va'da bo'yicha bugun birga kinoga berib kelaylik deb edim, dedi Zoid uningga yaqinroq kelib. Barg'im yo'q, dedi Badamgul kesibla. Ko'nglim hech nimani tartmaydi. Zoid bugun Badamgulning nima uchun bunday xayolchan, parishon holga tushib qolganligining sababini bilatdi. Ovoz baxtining nima deganligi uning ko'ngliga ayon edi. Shunga bugun u To'mirni qiziqida so'qish uchun alohida kelib kinoga taklif qilyotdi. Badamgul, ko'ngil darvozangizni undoq mahkam etib olmang, dedi u Badamgulning shu topda hammadan tasalliga muhtoj ekanligini pamlab. O'zingizni erkin, mag'rur tutib, sabdoshlaringizga yaqinlashing. Bilman, hozir sizning o'ynashga, kulishga royingiz yo'q. Lekin siz qalb darvozangizni kam ochib yetib, do'stlaringizning, sabdoshlaringizning o'yin tomoshasini ko'rsangiz, kulk sadolarini anglasangiz, qalbingiz yeniklab, ko'zingiz o'shanlashib qoladi. O'zingizni bundoq yakigona zulmat ichiga qamab, jiningizni qiynamang. Men bugun sizni deb ishga bilet etkeldim. Bormasangiz ko'nglim ranjib qoladi. Do'stligimizning yuz xotiri uchun o'rningizdan turing. Men asta toza mijozim yo'q. Badamgul tanqisliqda qoldi. Zoidning ta'sirlik, ko'ngil ko'taradigan so'zlari uning qattiq turish irodasini bo'shitib etgan edi. Mana mush bilet sizning toza yaxshi do'ringiz. Agar mijozingiz o'nglanmay qolsa meni tanlang, qarg'in bo'lamdi. Qanday kino ekan? Sovet ittifoqining kang ekranlik yangi kinosi Asrdosh odam. Qaysi klubda? Yiroq emasdi? Xotirjam bo'ling, men sizni shundoq deydi deb yenimizdagi yozuq klubning biletini olgan. Bolalar takrordan tushguncha bizni kapurimiz. Badamgul o'rnidan turdi. Ko'ngli baxolab ketmasimi, lekin havo gap uning buni ko'rib ko'nglim echilib qolar degan istak bilan Zoidga agishib yotoqdan chiqdi. Kinoning vaqti oz qolg'achqa ular paroma qilmay tez-tez qadam bilan yurib ketdi. Degandek Asrdosh odam Badamgulning xeli ko'nglini ko'tarib qo'ydi. Birdan bo'lsa-mu ochiq, hasratli xiyollardan qutulib, o'zini yenikdan erkin sezdi. Kinoning ko'plik yerlari chiqqanda boshqalarga qo'shilib, xandon urib kuldi. Sevishadigan, quchoqlashadigan muhabbatli ko'rinishlar ko'ringanda, olqinlari bilan o'zini etib olib, hayo bilan yerga qarab o'tirdi. Kino tugaganda u o'zini rostli ko'ngil aromi joyiga tushib, fikr xiyoli normal odamlardek xushkayib va ozoda his qildi. Ular yo'l bo'yi dastlab kino to'g'risidagi ta'sirotlarini so'zlashdi. Keyin Zoid allaqachon ko'ngil pukib qo'ygan so'zlarini nihoyat ustadlik bilan asta aytishga boshladi. Badamgul, siz bilan ovoz yetash so'zlashdi-ku deyman. Nimalarni deganligini bilishga bo'ladimi? Uning sizga nima aloqasi? Hammasi Shavkat bilan mening munosabatim to'g'risida gaplar, dedi Badamgul ko'ngil yarasi to'plangandek mayus ovozda. Endi siz qanday o'ylayapsiz? Buni o'ylashdan qo'rqaman. Rost, sizga oson emas, dedi Zoid hesdashlik qilgan talaffuzda. Shavkat o'zigimi qildi, sizgimi qildi? Men dastlab uning masalasining xarakterini toza tushunmabdiganman. Keyin qarsam bu odatli ish emas ekan. Ovoz yetakchining siz bilan so'zlashganligining sababi shu yerda. Qarg'uning orqasidan mansan godonga tushsan degan gap emasmi? Zoid sal turib oldi. Badamgulning ulug' kichiklanayotganligini anglab, nihoyat tan bilan davom qildi. Men Shavkatni hammadan kasdim-u sizdan kecholmaydi deb o'ylaydim. Afsuski, reallik, shafqatsiz reallik undoq bo'lmay qoldi.
u sizni xuddi biror tal arzimas narsani tashib o'tgandekla tashlab chiqib ketmoqchi bo'ldi. Bu so'z bilan tang Bodomgulning yuragi jilhidi qilib qoldi. Go'yo o'zi o'ylamagan, his qilmagan mudhish bir fikr tuyuqsiz ko'ngil uyiga bosib kirgandek uni alahsada qilaverdi. Tova. Men bu tarafni nimish o'ylamadim ha? Ras. Uning meni tashlab chiqib ketmoqchi bo'lishga ko'zi qiyib tug'in. Bundoq vafosizlik qiladigan odamga ko'z yish qilib, ohu faryod chekish arzimdi. Bodomgul o'ylab shu yerga kelganda, yuragi uyushgandek, muzlig'andek, sovuq va ochiq bo'lib qoldi. Oltin deb e'tiborlab kelayotgan narsaning birdilla mis bo'lib qolishi uning ko'nglini lassida qilib qo'ydi. Uning xiyoli Zoyidning yana shu muloyim, ta'sirli so'zlari bilan bo'linib, chalangush bo'lib ketdi. Bu ishning sizga kutilmagan zarba bo'lishi, cho'nqur azob uqubat elib kelishi tabiiy. Deydi Zoyid hayajonli bir tuyg'u bilan. Lekin uning bilan o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi. Meningcha odam muhabbatda umutsizlik uchirgan bundaq alohida chog'larda birinchidan riyonlik to'g'ri qarab turmushni sagaklik bilan kuzatishi, ikkinchidan o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilish harakatlari orqali azobdan, o'kinishdan, tushkun kayfiyatdan qutulish kerak. Buningga erishish ancha tez emas. Aytaylik, har kun uxlash oldida putqulingiz issiq suvga chalang. Yotadigan o'rningizni chiroyli bezang. Kinoxonlarga berib ko'ngil ochadigan komediyalik, liriklik filmlarni ko'ring. Darsdan tushganda taloga chiqib sayr qiling. Har kun gullarni oralab, rang-rang chiroyli gullardan, xushpuroqlardan huzurlaning. Shunday qilsangiz tabiatning bu mo'jizalari qalbingizning cho'nqur yerlarida g'aflatda yotgan sezgilaringizni uyg'otib, sizning vujudingizni yangi muhabbatning shodligidan bahramand qila oladi. Zoid xuddi yaramliq psixologlardek ana shunday chiroyli, yog'lama ham qutratquluq gaplar bilan Bodomgulning hissiyotini tavirtishgan va uning ko'nglidagi bo'shliqni to'ldirishga harakat qildi. Amaliyotda u bu maqsadiga ma'lum darajada yetdi. Yotoqning oldiga kelganda Bodomgul yosh yo'q ko'zlarini surtib, ulug' tishtirtandi. Bir chaqlada tog' suvlaridek sho'qishib kelgan ko'ngil shodliqlaridan endi uningda asarmi qolmagan edi. Qolgani faqat sarosima, qayg'u, hatto ochiq nafrat bo'lib qoldi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Shinjon xalq nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ay yomg'iri nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjonning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.